Akalar har bir ish boshlayotganda bismillohni aytib, sababini qilish kerak. Men o'zim farzandsizlik bilan 2 yil, 3 yil mobaynida shu qiynalganman. Endi sababi qilingan. Ha, doktorlarga borilgan, juda mashhur odamlarga ham borilgan. Xullas aytmoqchi bo'lgan narsa, mana shu narsani sotuvga chiqarishdan oldin o'zimda sinovdan o'tgan bu narsa. Men o'zim akamlar bu narsani tayinlaganlar va tavsiya berganlar. Men o'zimda bu narsa sinovdan o'tgan. Hozir men buni sotuvga chiqaryapman, lekin ko'z tegmasin, bizdan sotib olganlardan iliq fikrlar eshityapmiz. Xo'p, bu nimaga foyda? Buni nonga surib yeydimi? Yo'q, bu nonga surib yeyilmaydi. Bu qo'chqor dumbasidan tayinlangan, tabiiy ziravorlar qo'shilgan, tabiiy emas. Bu tanaga suriladi. Tanaga yengil massaj qilib suriladi. Eng ko'p sotib olayotganlar nima uchun sotib olyapti? Birinchi o'rinda yangi uylangan kelin-kuyovlar, chunki shamollash kuyovda ham, kelinda ham bo'ladi, shular sotib olishyapti, sababini qilishyapti. Yosh katta dodalarimiz, otalarimizda hojatga tez-tez qatnash bo'ladi, o'shalar olishyapti va yosh bolalar. Hozir bilamiz, 10 yoshli bolalar ham tegini qo'llab qo'yish bor. O'sha narsa juda ko'p. O'zi hammasi shamollashdan kelib chiqadi, bunday olib qarasa. Bekorga dumba so'r deb ichishmagan o'zi yosh kattalar. Biz ham bir sababini qilib bu narsani sotuvga yo'lga qo'yganmiz. Agarda siz bu narsani hali xarid qilmagan bo'lsangiz, bitta xarid qilib ko'ring, chunki siz ham bir sababini qilib ko'ring, aka. Buni hidi hech qanaqa dumbani hidi kelmaydi. Приятный, yoqimli hid keladi tanaga surganingizdan keyin ham. Agar siz bizani joyimizga kelib turib buni o'zi sotayotgan bo'lsangiz, sotuvchilarimiz yoki o'zim bo'lsam bu narsani qo'llanishini yana bir bor sizlarga tushuntirib ko'rsatib beraman. Kimga kerak bo'lsa, pastki nomerlar orqali telefon qilib, lokatsiya so'rasanglar, Telegramdan tashlab berishadi, kelib bemalol hidini ko'rib, buni ishlanish, qo'llanishini bilib, keyin sotib olsanglar ham bo'ladi. Kasal bo'lmanglar, hech kimni farzandsizlik bilan sinamasin akalar, o'zingizlar ehtiyot qilinglar.